Yo'lda ketyap turganda, qichqi yurib turganda Damazga ko'zimiz tushib qoladi-yu. Ana shu Damazimiz ham xuddi shunaqa holatda. Ana bu yog'iga ikkita barmog'imiz siqyapti. Hozir narigi tomonni ko'rsataman. Bu tomoniga ikkita emas, 3 ta emas, 3,5 ta pashti, 3,5 ta barmog'imiz siqyapti. Xullas, chap tomon balonimiz orqaga kelib qolgan. Shuning uchun mashinamiz to'g'ri yurgan holatda xuddi qiyshayib, kuzib qiyshayib qolganga o'xshab, qiyshiq ketyapti turganga o'xshab qoladi. Hozir nimadan chiqishini sizlarga buni ko'rsatib o'taman. Tagiga tushib olganmiz. Xullas, ko'pincha bu holat kuzatiladigan joyi resorimizda mana sentrovka qilib turadigan bolti bo'ladi. Ana shu bolti yo uzilib ketadi yoki bir latokka qattiqroq tushib ketganda o'rnidan siljib ketib qoladi. Mana bu ham xuddi shunaqa, mana shu joyi mana siljib ketgan. Bu tomoni tekis turibdi. Oldisi ham, orqasi ham. Bu tomoni bo'lsa mana ko'rishingiz mumkin, siljib ketgan. Shuni yechamizda boltini yangilaymiz, joyiga sentrovka teshigiga tiqib turib, qatirib beramiz. Xudo xolasa, bu mashinamiz ham to'g'ri yuradigan qiladi. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Hali qiziqarli ma'lumotlarni oldinda, xudo xolasa.